ishonavering. Bu oldi qochdi gap bo'lmaydi. Qimmat desa qimmat deysan, arzon bo'lsa arzon deysan. Like-ni bosib qo'ysin, bag'ada men molni narxini qo'yishni sindiraman. Gap yo'q. Akalar bugun shved ishqibozlari uchun bayram bo'ladi. Xudo xolasa shvedlar makoniga keldik. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turasiz. Assalomu alaykum Rustamjonuz kanalining ashaddiy obunachilari va bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalar, chorva ishqibozlari va mana bunday shved ishqibozlari. Xudo xolasa bugungi sanamiz akalar 15-yanvar 2026-yil. Katta ehtimol bilan Xudo xolasa 16-yanvar kuni erta tongda efirga uzatiladi akalar. Savdoni boshlanadi. Savdolar ochiq, kelaverasizlar. Like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turing. Xo'p, kimgadir manfaatli chiroyli video qilib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hormay aka, keldingizmi? Charchamaysiz. Bugun chiroyli novoslargan shvedlari like-ni bosib, videoni o'tkazmay ko'rsin. Ma'noli video bo'ladi. Oldi qochdi gap. Osmondan narx qo'ymayman. Yengil-yengil narxni qo'yib beraman. Iloji bo'lsa kelishtirib beraman narxini. Bo'ldi. Imkon qadar yengilroq qo'yamiz, ha? Ha, yengil qo'yamiz. Soda-soat ko'rib turib, o'sha qarab qo'yaman. Mollar yaxshi, mollar qarab beraman. Boshlardik bo'lmasa, qaysi tomondan? Juda mol emas. Yemoq, ichmoq, sihat salomatligiga qancha garantiya? Salomatchilik bir haftaga. Bir haftaga. Sinab olishaveradi, ha? Ha, qani ketdik. Ko'ring akalar. Necha ekan bo'yi? 1.18 ekan bo'yi. 1.18 ga. Xo'p. Nechtasini aytamiz o'zi? Hozir 1.20 ekan bo'lsa. O'zi 1.20 ekan jonim. 1.20 dan 1.15 ga olsa, biz 6 tasini bitta qo'yamiz narxini. 6 ta. Ne yetilab qo'ysak bo'ladimi? Ha, yetilab ko'rsat. Qani. Ko'pchiligimiz u. Oyoq qo'l bilan tirs ko'rsatsak, xudo xolasa. Dastlabkilarimiz qanaqa? Dastlabkasi tektalab ko'rsa vodiga 2-3 ta olishsa Samarqandga chaqib beraveraman. Mana mollar ko'ring. Mana. Akalar, mayda buza emas, haqiqiy buqa. Rustamjon tevasaga ko'rib olishingiz. Mol mayda chuda mol emas-da. Mollar qo'yayotgan mol anaqa mol emas bu. Tevasaga ko'rib olasiz. Mollar qo'yayotgan pul arziydigan. Mana birinchisi turib mana. Ko'ring. Orqasini ko'rsatib qo'yaman. Mana. Zo'r. Orqaga. Mollar so'ppagan bular, mollar o'rgayot emas. Hop, shvetimizni ko'rsataylik. Mana bu joldiroq turib. Uzunligini qarang molda akalar. Ha, jonivor. Mana. Oldini ham ko'rsat. Orqa tomoni to'xtang. Mana oldilar. Voy jonivor, turishini qarang. Chempioni yo'q bu qara. Men narx baland turib, narx o'ta yengil keldi o'zimga. Narx arzon qilib beraman, Rustamjon. Hop, eman olsun. Mana. O'ta shu mashinasini. 4-siga. Rigit kuchi yetmay tort jim bor. Qap ketdi. Buni ham ko'rib qo'ysiz. Oyoqlariga e'tibor bering. Menga qaysi mol desa, bitta ikkitalab ham sotaveraman Rustamjon. 5-dan, 6-dan desa, ish bitaveraman. Ketdi bo'lmasa. Mol ham o'ta bir. To'rtta ko'rsatdik, 5-siga bu akalar mana. Haqiqiy stakan piyola jonivor. Uloq bo'lib ketdi, mana. Yo'q, mana ko'tarib baylab qo'ysangiz, to'g'ri. to'g'ri kelmayapti-da. To'g'ri. Kamyor ko'rib olasiz. Mana, turishini qarang. Kirasiz. Jonivor. Hop. Turishini qarang, turishini. Jonivor. Haqiqiy bo'ladigan narsa ekan-a. Xudo xolasa 50 million, 60 millionga bermayapman deb turasiz. Ha, xudo xolasa shved mollar. Mana o'zini ko'rsatdim, masha Allah. 6-siga. Ikkita bir shans mazza qilishadi. Aha. Katta uni kallalarni ko'rsatib qo'ying. 6-siga akalar ko'ring. Haqlo 60. Shu ham. Zo'r. Xullas 6 tasi. Kichigi nechi? Ha, bu ham bor a? Ha, 7 ta. 7 ta. Kichigi nechi bo'yi kichigi? Buni bo'yi 15 bo'lsa kerak. 1.15. Eng kichkinasi 1.15 akalar. Kattasi 1.20 kelaveradi. Yo, molda bor, bir metrga emas, bir spader olsin. Ola bir qizil, sariq olmasin, u qarang turishini. Haqiqiy Vallahi sifat. hammasi bir bo'liqcha mol. Mana kallasi ko'tarib turgan yo'q. O'zini fotoga turibdi mol. Mana. Hammasi o'zi ham fonga tushadigan mollarga. Kallalari qarang. Nima deymiz endi bular narxini? Ben narxini yo'lida qo'yib beraman, yerlarni. Yo'q, orqasini ham qarang, Rustamjon, qarang. Bu menelarni junpini qiyib, bunaqa ishlov berilmagan, dekanchasiga bo'lyapti bak. To'g'risi-da, ana paramniyda ununda qilinmagan. Borilar ko'rinib turibdi. Og'adan baraka bo'lsin, baylab qo'ying. Novoslar qarang, kallalarni, jonivorlarni salomatchiligi voqshu zo'r. Mana tepasini kengligi ham akalar. Bitta qarich yetmaydi. Nima bo'lib tasiga ham. Narxim nima deymiz aka? Kelishtirib, chiroyli qilib.
Katta. To'xtat, tur uydi. Rustamjon, narxini arzonroq qo'yib beramiz. 7 tonni bir joyga olsa, Aha. 19-18 yo'llar o'zimga arzonroq keldi. 17,5 milliondan bo'lsa, dastavkaga olib borib beraman. 17,5 dan Ha, ketaveradi. 17,5 dan ketaveradi. U 18,5 yo'llar. Kerak bo'lsa, xunojinda pulda bo'lyapti. Yo'q Ishonavering. 17,5 milliondan mashina xunojinni ham sotishyapti, men ko'ryapman. Haqiqat. Bular erkak bular. Akalar buqa bular. Bu qo'yib qo'ygan. 17 million 500 ming so'mdan. 17 million 500 dan bo'lsa Bir ko'rishimiz. Donaga nima deymiz? Donagami to'rtta olsa ham beraveraman o'shanaqdan. Lekin bittalabga bo'lsa 18 dan tanlab olish o'xsa. 18 dan li bo'yin tanlab olishsin. Bittasini mana mashina olishadimi qiziqıyor. Menimcha mas ko'pchilik yo'qsa kerak lekin. Bunisi mana. Lekin haqiqatda ko'z yumib turib, bitta tanlasa yaxshi sport. 7 tasi ham bir-biridan yaxshi ekan. Buni 4ta 5 talab og'adan baraka to'g'radi, pul qo'shadigan narsalar. Aha. Bu sutdan uni ajrab endi bo'lmasda. To'g'ri. Oldiga yuradigan narsa. Ketdi. Keyingilari. Keyingisi ben 7 tasi 17,5 dan qo'ydik-a. Aha. Tek-tek ham telefon qilishsa tortinmaydi. Kelishlar beraveraman. Bitta ham sotilaveradi, ha? Ha, sotaman. Menda og'adan baraka to'g'sin. Aha. Mana 3 tasini olib bitta ko'rsataylik. Nechta 3 tami birinchisiga? Ikkitasi, Ya ha. ikkinchi partiyaga? Mana. Mashina kallasini ko'rsatib qo'ygan. Ikkinchi partiyaga 3 bosh akalar. Kallani qarang, ko'ribsak. Gapki bu. Kalla ko'rsatib qo'ying, obunachilarga og'adan o'rinmay pul sanasin. Aha. Mana. Uchinchisiga mana. Boshqalar ko'rsatib. Oq bosh. Uchinchisiga ko'ring. Ha jonivor. Haqiqiy bo'ladigan narsalar ekanlar ekan. Ha, do'xolsa buni bir haftada terib kelindi bular. Mana ko'ring, 3 ta. Yonma-yon turibdi. Nima deymiz endi bular bo'y basti, Bo'yini o'lchab beramizmi? realni qilib, ha? Ha, realni bu. Qani? Yelkasi bilan Biri 10 aka. belini Biri solish mana deyarli bir xil. biri 8 shunaqa ekan. Biri 8 eng kichigi akalar. Bu tomonda kattasi turibdi. Biri 10 ekan katta. Biri 10 kattasi. Aha. Aytavering narxini endi. Kelishtirib Bu var so'rayman. mana 17 emas bunlar 16,5 dan. 16,5 dan Ha. ketaveradi, ha? 16,5 dan ketaveradi. Uchovi bir joyga bo'lsa 16,5 dan. Bittalab olsa hichap-chap minus bo'ladi. Aha. Plus minusi ham bormi? Ha, Kelishladida. kelishilar qaysi birini olsa kelishadi. Tanlashlarga qaraladi akalar. Bir dona olaman desanglar, yo bo'lsa, yo bunisi. Donaga kelishiladi. Xullas, 3 tasi bir joyga bo'lsa 16,5 dan kami xayri zastavkasi ketaveradi. Keyingisi ha jonivor. Bitta bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlarga. Yani yetalaj. To'pponcha ekan o'zi ham bor. Mana shu kirri bog' mashina ko'zga tashlandi menga. Bo'ylar 1 metr ekan. 1 metr rovna. Buni shu obunachi bitta like bosgan odamga bor, uni 16 qo'ygan kelib turadi, 16 emas. 15,5 ga beraveraman, ketdi. Like bosganlarga Bitta like bosgan odamga mana shu duo qo'yishadi, 15,5 ga. Arzon bo'ldi, baraka topsin. gap yo'q. Shuni 15,5 ga baraka topsin. Agar 15,5 ga ketaveradi. Kallalarni ko'rsatib qo'ying-da, u ilmliq bo'lmaz, xolasa. Hamma joyga. Shu narsa, xato narsa. Dangillab turadi jala. Zo'r. Aloqaga chiqing, xudo xolasa aytilgan narxlarda imkon qadar yana tushib berishadi. Savdolashing, sog' bo'ling, salomat bo'ling, olganga, sotganga Alloh barakasini bersin. Yangi partiya qachon keladi aka? Yangi partiya 2 kunda keladi. 2 kun atrofida keladi, ha? Gap. Videoda o'tkazmay, kommentariya qimmat bo'lsa qimmat, arzon bo'lsa arzon, tindirib qo'yishsa ag'ini ham. Ishonavering, bu oldi qochdi gap bo'lmaydi. Qimmat desa qimmat deysan, arzon bo'lsa arzon deysan. Menda anaqa yomon ko'rish ona bo'lmaydi. Realni bo'lsa, hamma yo'q realni bo'lsa. Gap so'z. Like-ni bosib qo'ysin, bag'ida men molni narxini qo'yish sindiraman. Gap yo'q. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.